Assalamualaikum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Kengash palatasi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi tufaylidan chorshanba kuni Sharq Turkistondan mahsulot import qilishni cheklashga aloqador qonun ma'qulladi. Reuters agentligi buni Washingtondagi eng cho'ng tirishchanlik dedi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Amerika amaldorlari tasdiqlamoqchi Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlar 1930 yildagi tamojna beji qonuni bo'yicha import qilinishi cheklangan. Bu qonun loyihasi Oqsaroyga avatilishdan ilgari cho'qim Avom palatasidan o'tishi kerak. Qachon yuz berilganligi hozir aniq emas. Birdek ma'qullangan ikki taraflik tadbir isbot yukini import qiluvchilarga yuklaydi. Hozirgi qonun bo'yicha majburiy emgakka munosabatlik isbot bo'lsa, import qilish cheklanadi. Demokratchi Jeff Merkley bilan qonunni o'tirg'a qo'ygan Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Marko Rubio Avom palatasini tezdan harakatga kelishga chaqirdi. Rubio bayonotida biz Xitoy kompartiyasining insoniyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlariga ko'z yumolmaymiz. Shundaqla shirkatlarning bu dahshatli suiiste'mollardan foyda olishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Amerika iste'molchilari ehtiyotsizlikdan majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmasligi kerak dedi. Merkel, Demokratlar partiyasi va Jumhuriyatchilar partiyasining yordamchilari bu tadbirning Avom palatasida kuchli qo'llashga erishishini umid qilganligini bildirib, Avom palatasining o'tgan yili shunga o'xshash tadbirni tasdiqlaganligini tilga oldi. Bu qonun loyihasi Amerikaning bexatarligini kafolatlantiradigan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyligi tufaylidan sho'xla paxta mahsulotlari, quyosh energiyasi mahsulotlarining importini cheklash qatorliq tashlangan qadamlardan halqib ketadi. Bayden hukumati jazoni kuchaytirdi. Seshanba kuni korxonalar Sharq Turkistondagi nazorat to'ri bilan vositalik bog'lansa, maslahat berish markazining ularning Amerika qonuniga xiloflik qilish mumkinligini ogohlantirganligini aytgan edi. Angliya Avom palatasi birdek taklif ma'qullab, Angliya hukumatini Xitoy Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiylikni oxirlashtirmasa, Beijing 2022 yilda qishliq olimpik tantariya musobaqasini diplomatik boykot qilishga chaqirishni talab qildi. Rayonlar va Angliya hukumati va uning vakillarini Beijing tanarkan musobaqasiga qatnashish taklifini rad qilishga da'vat qiladi. Bu taklifda yana Xitoy hukumatining parlament a'zosi Tim Lofton va Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqining boshqa 4 a'zosining bu yil martda Uyg'urlarning huquqini tashabbus qilganlik uchun jazoga tortilganligi tilga ilingan bo'lib, bu harakat dunyo miqyosida Beijing olimpik tantariya musobaqasini diplomatik boykot qilish chaqiriqi qilayotgan mezgilda o'ttirg'a qo'yilgan. Oldingi hafta Yevropa parlamenti qaror ma'qullab, Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarini Beijing olimpik tantariya musobaqasiga qatnashish taklifnomasini rad qilishga chaqirdi. Bu harakatni o'ttirg'a qo'ygan parlament a'zosi Tim Lofton hukumat bir tarafdan Sharq Turkistonda yuz berayotgan sanoat ko'lamining kishilik huquq dafsanchiligi haqida so'zlaydi. Yana bir tarafdan Beijing bilan bo'lgan texnik cho'nqur savdo aloqasini qo'g'lashidi. Bizning eng cho'ng yerim o'tkazgich ishlab chiqaruvchimizning Xitoy ig'dorchiligidagi bir shirkat tarafidan tortib olishiga yo'l qo'ydi. Hukumatning Beijingga aralashma uchur avatishni to'xtatadigan va Xitoy hukumatining dafsanchiligiga qarata kuchli inkas qaytaradigan payti keldi. Mustabid hokimiyatlarning olimpikdan foydalanib, ularning jinoiy qilmishlarini aqlash va tashviqotini dunyo miqyosida tarqatish tarixi uzun. Xitoy kompartiyasi buni biladi. Hozirgacha uningdan qutulib kelyotidi. Biz Sharq Turkiston, Hong Kong, Tibetdagi Xitoyning vahshiyliklariga ko'z yumolmaymiz dedi. Avom palatasi parlament a'zosi Afzal Xon Xitoyning Uyg'urlarni bostirishning uzun va qorong'u tarixga ega ekanligini, ammo yaqinqi bir qancha yilda Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga bo'lgan ziyonkashligini kuchaytirganligini, diplomatik boykot qilishning Angliyaning sanoat ko'lamining kishilik huquq dafsanchiligiga ko'z yummasligiga kafolatlik qilganligini aytdi. Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqining xabariga qaraganda, Beijing bu o'yinni fursat deb o'ylab, Sharq Turkistondagi qabiy qilmishlar va Hong Kongdagi rahmsizlarcha bostirishni dunyodan yoshirib, dunyoning ko'zidan yo'qotishni umid qilgan. Yevropa rahbarlari Yaponiya, Hindiston, Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq demokratik davlatlar bilan texnik quyuq hamkorlik o'rnatib, Xitoyning tashkilotlardagi ko'p taraflamalik roli va kun sayin kuchayayotgan ta'siriga qarshi inkas qaytardi. Yevropa parlament a'zolari zarur shartlarni ta'kidladi.
Bu şartlar Yevropa Parlamentining Tashqi ishlar komiteti tayyorlagan doklad loyihasiga kirgizilgan bo'lib, dokladda Yevropa Xitoy mablag' solish universal kelishimini kishilik huquqni qo'g'dash va Xitoydagi fuqarolar jamiyatini qo'llash uchun peshan quroli qilib ishlatish talab qilingan. Tasdiqlanmoqchi bo'lgan dokladda Xitoyning muhim emgak qonunini tasdiqlash va yo'lga qo'yish vaqt jadvali, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligini tugatishdagi konkret tadbirlar bor. U yana Xitoyning Hong Kongga bergan xalqaro va'dasini saqlab qolishni talab qiladi. Qaror Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar ustidan qonuniy tekshirish olib berishni, majburiy emgakdan ishlangan mahsulotlarni import qilishni cheklashni qo'llaydi. Yevropa rahbarlari Yaponiya, Hindiston, Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya va boshqa demokratik davlatlar bilan texnik qo'yiq hamkorlik o'rnatishga chaqirdi. Ular Xitoyning o'zgarishchan roli va ko'p taraflamalik tashkilotlardagi ta'sir kuchining kun sayin kuchayishiga taqobil turish uchun dunyodagi erkin demokratik davlatlarning kuchini birlashtirishni murojaat qildi. Rahbarlar o'tirg'a qo'ygan qarorda iqtisodiy kuchli davlatni ko'zda tutib, Yevropa ittifoqining Xitoyga taqobil turish strategiyasini qaytadan ko'zdan kechirish talab qilindi. A'zolar Xitoyning hokimiyat yurgizishdagi kishilik huquq dafsanchiligini aybladi. Xitoyga qarshi kuchli bir qarshilikni talab qilgan 27 davlatdan tarkib topgan guruhning a'zolari yer shari xarakterli xiristlar to'g'risida suhbat echish, iqtisodiy pishan orqali kishilik huquq masalasiga aralashish, tahdid va xiristlarni ta'lil qilish, o'xshash fikrdagi sheriklar bilan hamkorlik o'rnatish uchun strategik avtonomiyani jildirish va qo'g'dash, Yevropaning yadroliq manfaati va qimmat qarshini qo'g'dash qatorliq Amerika Xitoy yangi siyosatini tavsiya qildi. A'zolar yana kishilik huquq to'g'risidagi dialoglarning qarorlik o'tkazilishini va ikki tarafli suhbatda qo'lga keltirilgan ilgirlashlarning puxta o'lcham qilinishini, Xitoy virusiga taqobil turishga texnik yaxshi tayyorlik qilish uchun mumkin bo'lgan yo'llar haqida Xitoy bilan paranglashni talab qildi. G'arbliklarga yarab qilish uchun dindan voz kechishning hojati yo'q. G'arbliklar bizning musulmonligimizdan qo'rqib ketib, yordamdan voz kecharmikin degan qarash bema'nilikdir. G'arbliklar bizning tutamsizligimiz tufayli birdam dinimizdan kechish, birdam davlat nomi yangilishlashlarimiz tufayli yordam berishga loyiq ko'rmasligi mumkin. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.